Qo'shni davlat Qirg'izistondan propan zapravkaga generator zakaz olganmiz. Ikkita generatorimiz ham 100% bitdi. Lacetti 1.6 motorga 30 kilovatli sovetskiy generator qo'yganmiz. 100% propanda ishlaydi. Bu generatorlarimizga 11 kilovatli kompressor, 7,5 kilovatli korkin nasos va yana qo'shimchasiga propan zapravkadagi nagruzkalarni ulaymiz. Barchasini a'lo darajada ishlatadi. Video yo'qolib qolmasligi uchun saqlanib qilib, propan zapravkasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Albatta manfaatli bo'ladi. Hozirgacha bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda faqat foydali va manfaatli videolar bo'ladi. Arzon elektr ishlab chiqarish uchun takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bizda barcha imkoniyatlar bor. Birgalashib arzon elektr ishlab chiqaramiz. Bu generatorimiz soatiga 2,7 kub metan gaz rasxod qilib 15-18 kilovat a'lo darajada elektr ishlab chiqaradi. Bu degani xonadon gazida 3 kub gazimiz 4,5 ming so'm bo'ladi. Generatorimiz 18 kilovat elektr ishlab chiqaradi.